38 bo'lib qoldi deganmiz. Hozirchi. Endi 38 o'lchovlar. Demak, bu gidrosefaliya bilan bemor 100% miya yo'q ekan. Bu yerda birinchi kuni 24 soat uxlayapti deganiga davolash qoliplarimizni ko'p dorilar yozmagan ekanmiz. Hozir yozyapmiz. Qani o'lchaydiganni bering. Mana hozir o'lchaymiz. Bu bir haftadan keyin bepul davolangani kelyapti. Qorachiqlari o'sha pastga oqib ketgan. Necha yil kelganda yozib o'lchab turibmi? Olib tursam bo'ladi. Mana kelgan paytda demak 38. Qani 38 qo'yib. Demak, bosh aylanish 38, quloqdan quloqqacha 26.9 bo'lgan ekan. Xo'p. Qani ko'raylikchi endi. Egiz aka ushlab tursam bo'ladi endi. Qani bolalar yo'qmi? Ushlab turchi boshini. Xo'p, qani ko'ryapmiz necha ekan? Oching ko'taringchi. Xo'p. Qanchalik tez o'syapti? Bir haftada keldi. Bir haftada keldi. Bir haftada demak 39. Nechida 38 yarimmi? 38 uchida ekan. Hozir bunday qilaylikchi. Eng katta joyda. Hozir ko'raylikchi. Eng katta eng kattasi olinadi. 3 marta o'lchasangiz ham eng kattasi olinadi. Ha shu 39. 39 ekan. 1 santimetrga o'sib bir haftadan ichida. Yo'q, bir hafta 07. Necha kunda? Bir haftada. Bir haftada. Necha edi? 38 uchida. Balandligi 26.9 edi. 26.9 balandligi bir xil ekan. Ya'ni eng ba'zi 3 marta o'lchanadi, eng kattasi hisoblanadi. Balandligi o'zgarmadi. 27, 26.9. Nima boshini aylanishi 1 santimetrga o'sibdi. Yo'q, 07. 07 ga o'sibdi. 07 santimetrga o'sibdi bir hafta. Endi bolangiz birinchi kuni ko'p uxlayapti degan bo'lsangiz, keyin o'sha har xil holatlarda biz bir haftaning ichida keladi, uy yaqin ekan deb dorilarni yarmini yozamiz va o'ta kichik dozalarda yozamiz. Ha, endi bu o'sishi sekin to'xtaydi. Tomografiyangizni ko'rsatingchi. Kidroling. Tomografiyasini ko'rsating. Ha, bu yerda miya 100% yo'q. Mana ko'ryapsizlar, oppoq bo'lyapti. Mana hozir bolani o'zi miyasini oqidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Miya 100% miya yo'q. Nimaga operatsiya qildirmadinglar? Yo'q, uni indamadi. Yo'q, o'zi operatsiya qilish. Aytganingizda anaqa kilosi yetmayapti, chicha parvarish deyapti-da. Ha, boshqalar. Biz emas. Yo'q, Tohir akam, O'tkir akammi, Furqatdagi. Furqatdagi shunaqa dedi. Kilosi Yetmayapti dedi. 2 kilo 50 ida, hozir 3 kilo endi. Endi shu bo'yicha 2 kilo 50 ida 3 kilo bo'lib qoldi. 3 kilo kiyimlari bilan-da. 05. Men hozir siz ham kiyinyapsiz. Ashida kiyimlari. Lekin bolangiz sal rivojlanganga o'xshadimi? Nima yaxshi o'zgarish sezdingiz? Ichi keldi. Ichi kelib qoldi. Sal bola faollashdimi? Harakati yaxshilangan. Harakatlar bir haftaning ichida demak jiddiy o'zgarish bo'lgani yo'q, lekin ichi kelib qoldi. Harakatlari ishtahasi ochildi. Ha? Sezdingiz-a? Ha? Biz uyda bo'layotgandimi? Keyin bundayda men qara 24 soat uxlayapti deyotdi. Hozir o'zi kelib qolib ko'zlarini ochib. Ha? Endi hozir shuni to'g'rilaymiz-da. Birdaniga to'g'rilanmaydi lekin. Agar operatsiya qildiramasa qildiraveringlar. Qilmayman deganlar uchun davolayapmiz. Kelishdik, Alloh shifo bersin.